Do'stlar, hamma biladi, katta narsalarni yoki kichkina narsalarni upakovka qilishga nima taxtalar ishlatiladi. Hozirgi kunda taxta ishlatish shart emas, chunki ko'rib turibsizlar, mana bu korobkani qaranglar. Qattiqligini. Mana bu rekaga o'xshagani juda qattiq ekan. Bir ursa kallani sindirsa bo'ladi. Bundan tashqari mana bunaqa nimalari bor ekan. Bular ko'rib turibsizlar, mana taxtani o'rniga karton ishlatsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki birinchidan ekologik tomondan toza bo'ladi, ikkinchidan arzon va qulay, yengil. Bundan tashqari mana bunaqa yoymasi bor, o'rash uchun. Mana ko'rib turibsizlar, narsa qo'yiladi, keyin upakovka qilinadi. Nimasi yaxshi? Juda qattiq, kartonga o'xshamaydi. Mana ichkarisini ko'rsanglar, mana bu obrazesda qo'yib qo'ygan. Har xili. Bu yerda mana katta kartonlarini qo'yib qo'ygan, odamlar qarayapti. Biz so'rayapmiz, mashinani sotasizlarmi deb, mashina sotilmas ekan. Bular faqat shunaqa yasab, upakovkaga tayyor qilib chiqarib beradi. Mana bu ko'ryapsizlarmi? Qattiqligini. Tushirib olsang hech narsa qilmaydi. Zo'r ekan, taxtani o'rniga ishlatishga idealni deydi-yu. Narxiga kelsak, narxi endi sizlar qanaqa shaklda yoki nima haqida olishinglarga qarab, shunga qarab o'zgaradi. Hattoki mana ko'ryapsizlar, uychalar yasab qo'ygan. Eng qizig'i mana ko'ryapsizlarmi? O'zlarini stul umuman yo'q, hammasi o'sha kartondan qilingan. Mana bu yerda ham o'zlarini mahsulotidan stollar yasab qo'ygan. Ustiga chiqib sakrasanglar ham bo'ladi, deyapti, hech narsa qilmaydi, deyapti. Shuning uchun zo'r ekan. Yangi innovatsiya.